Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16-aprel Hayotjon akani paypoq do'konidan ko'rsatyapmiz. Xo'p, bu bozor Boboshbek bozori bo'ladi. Haftaning chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Paypoqlarni bu yerda diskilari, tashqarida kattalar ham bor. Hozir mana qopda nima ekan bu? Bu qopdami sochiq ham bor, paypoq ham bor, ko'ylak ham bor. Ha, xullas ketyapti. Qayerga ketyapti bu? Bu Termizga ketyapti. Termizga. Termizga. Bo'ldi. Mana bunisi Toshkent viloyatining Mana shunaqa qilib mana Begaboyga ketyapti. dastavka qilib beringsa, mana akkuratni qilib o'zi narsa ham salafanda bo'ladi. Yana uni salafanga kiydirib, skotchlab, egasining telefon nomeri, adresi, manzili hamma yo'g'i etib, shunaqa jo'natishadi. Mana narsalar paypoqlar mana. Nech puldan aka paypoqlaringiz? Gapirsinlar. Paypoqlarimiz xo'p, bettalari mana bunisi 4 minglik HB bu. Ha. Mana bettalar 2,5 ming so'mliklari. Qo'lni kelaveradi mana shaqacha. 2,5 ming so'm mana shungacha. Hop. Mana pastdagi mana bular ham 2,5 ming so'mdan. Mana bitta 3 ming so'mliklari mana bu motipadegilar. Uni tepasidagilar ham 3 ming so'mliklar. Bag'i 2,5 ming so'mlik ana shular yana. Mana hozir tugaganida yangi kiygizdirib qo'ydim yana. Bular nech pul aka? Bular 2300 so'mdan optimga. Qorasi mana. Keyin hurmatli muxlislar, bular mana shuna eng kami mana shunaqa bir pachka sotadi. Pachkada 10 ta bo'ladi. 23 ming so'm bo'ladi. 23 ming so'm bo'ladi. Hali donaga bormikan mana 1,5 ming so'm yo 2 ming so'm deb telefon qilmanglar, hali bir dona kerak edi deb. Yoki bozorga kelib qolsalaring ham, endi tashqarilarda bilmadim. Donaga sotadiganlar balki bordir, lekin bular do'konida kamida bir pachka sotiladi, bir pachkada 10 talik bo'ladi. Ana borsa 12 ta ham bo'ladi, boshqa paypoqlar. Xullas, Hayotjon aka telefon nomeringizni aytsinlar endi baqib o'tib o'zingiz. 97lik. Shu akani tanib qolinglar. 97lik 334 62 44. Shu akaga telefon qilaverasizlar, tashqaridagi paypoqlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, mana do'kon tashqarisi mana Dilnuri Tekstil degan nomli do'kon. Shu akani do'kon mana ichkarida, tashqarida paypoqlar bor. Bu joyda mana shunaqa narsalar mana. Mana bular 1,5 ming so'mdan. Xo'p, Bu ham 1,5 ming so'm. Mana bunisi ham 1,5 ming so'm. ayollarga nech pul paypoq? Ayollardagi 1800 so'mligim bor edi, tugadi. Ha. Endi mana bu yerda yangi keldi. Kecha bozor 3 qopni shunday olib ketishgan mana bu paypoqni. Shu Surxondaryoga ketgan. 1700 so'm qilib berganman. Ha, 1700 so'm qilib berishgan ekan. Surxondaryoga ketgan ekan shu paypoqdan. Bugun yangi keldi hozir bu ham yana. 800 ta bo'ladi qopida. Qopida 800 ta bo'ladi. O'zingizga dastavka qilib bera olasizmi desa, dastavka qilib berasiz. Beramiz dastavka. Lekin eng kami qancha dastavka qilib berasiz? Eng kami $100 olganga dastavka. Ha, o'ziz. Ha. Xullas bir qop bo'larmi, qancha qop bo'lsa ham, paypoqni terib olishaveradi xohlaganidan. Bir o'sha $100 bo'lish kerak. O'ziz dastavka qilib berishingiz uchun. Ha. Bular nech pul? Bular 2000 so'mdan. Zo'r kalta paypoqlar, hibali. Mana bu yerda mana bu pinitga ham keldi. Xuddi o'sha kuni Surxondaryoga ketgan bu ham. 1200 ta bo'ladi qopida. Ha. 2000 so'mdan. Pachkasida 12 ta bo'ladi buniki. Xo'p. Mana bu yerda murskoylarimiz haligi kuyov bolalarga maqtaydiganingiz bor edi-ku, paketchasi alohida haligi. Keldi o'shandan yana. Mana. Shunday ochganda Yangi to'y bo'lib turgan kuyov bolalar shundan oladimi? Shundan oladi-da mana. Buni ichida yana paket bilan chiqaradi bu paypoqlar. Nimaga aynan yangi to'y bo'lib turganlar oladi? Eski bola chaqali bo'lib ketganlar ham olaveradimi? Olaveradi. Ko'proq to'y bo'lib turganlar oladi-da buni. Ha, bo'ldi. Ya Yangilar. Xullas kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul kelsa olasizlar. Buni narxi 2,5 ming so'm hali ham. 2,5 ming so'm ekan. Kuyov bolalarni ham o'ylab mana paypoqlarni olib kelib qo'yishibdi. Bitta telefon nomeringizni nima qilingchi? Bitta aytib qo'ysinlar-chi Hayotjon aka. 2000 so'mligi. 97lik nomerim. Xo'p.
334 Hop, 62 44. shu nomerga telefon Shu qilaverasizlar. nomerga Mana telefon yuk chiqarib turgan joydan Mana Ko'rsatyapmiz. dastlabkilar bor. kelaverasizlarda shunaqa narsalar mana. Paypog'i ko'p, ma'qul kelganini tanlab olinaveradi. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchquduq tumani Bobosbek qishlog'ida joylashgan. Kelishaveradi.